Bezelari shunaqa qarsildoq bo'lib chiqadigan, shirinliklari ichida shohona shirinlik, nejniy shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun xona haroratida turgan rashmilk sariyog'larini elangan un bilan kukun holatiga keltirib, razrxitel qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, tuxum sarig'i va rashmilk smetanalardan qo'shamiz. Tuxum sarig'iga smetanani aralashtirib olib, yumshoqqina xamir qorib, xamirimizni ikki qismga bo'lib olamiz. Bezesini tayyorlaguncha muzxonaga yuboramiz. Tuxum oqiga ozgina tuz qo'shib, pik holatga kelguncha yaxshilab ko'pirtirib olib, so'ngra oz-ozdan shakar qo'shib, ko'pirtirishni davom etamiz. Bezeni shakarlari erib, yaltiroq holatga kelganda 2-3 tomchi limon suvidan qo'shib yuboramiz. Bezeyimiz tayyor. Biroz qotib bo'lgan xamirlarni qirg'ichdan chiqarib olib, tayyor bezeyimizni qopchaga solib, tomchi shaklida ustiga quyib chiqamiz. Endi qizib turgan duxovkamizga 160 gradusda 50 daqiqa davomida konveksiya rejimida pishirib olamiz. Bu orada kremni tayyorlab olamiz. Krem uchun xona haroratida turgan rashmilk sariyog'lardan 100 gram solib, xohishga ko'ra varyonli va oddiy sugushonkadan qo'shamiz. Masalliqlarimizni yaxshilab ko'pirtirib, sovib bo'lgan shirinligimiz ustidan quyamiz. Ustidan yong'oq sepib, ehtiyotkorlik bilan ikkinchi qavatini qo'yib, uni ham ustidan krem surtamiz. Ozgina yong'og'imizdan sepsangiz, shirinligimiz tayyor. Ismi jismiga monand, nejniy shirinligimiz tayyor bo'ldi. Oling, siz ham yeb ko'ring.